Dunyodagi nopozliq ommaviy tashkilotlardan biri bo'lgan Bosh shtabi Nyu-Yorkga joylashgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 10 fevral bayonot e'lon qilib, Uyg'urlarning vaziyatini yaqindan kuzatib kelayotgan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Angliya va Yevropa ittifoqini yaqinda Angliya va boshqa Yevropa davlatlarini ziyorat qilmoqchi bo'lgan atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonining raisi Qo'rchaq amaldor Erkin Tunyozni tekshirish va jazolashga chaqirgan. Ma'lum bo'lishicha, Erkin Tunyaz yaqinqi kunlarda Angliyada ziyoratda bo'lib, Angliya hukumat amaldorlari bilan suhbat o'tkazdi ekan. Orqadan Yevropa ittifoqi davlatlarini ziyorat qilib, 21 fevral Bryusselda Yevropa ittifoqi amaldorlari bilan ko'rishdi ekan. Siyosiy yo'ngilsining 9 fevraldagi obzorida aytilishicha, Erkin Tunyaz 19 fevraldan 21 fevralgacha Belgiya poytaxti Bryussel shahriga berib, Yevropa ittifoqining bir qism a'zolari bilan suhbatlashishga o'rinlashtirilgan ekan. Xitoyning Yevropa ittifoqi avatgan bosh elchisi Yevropa ittifoqi a'zo 27 davlat vakilining Erkin Tunyaz bilan ko'rishishini umid qilganligini bildirgan. Angliyada chiqargan muhofizatchi gazetining 8 fevraldagi obzor maqolasida ko'rsatilishicha, Angliya parlamenti 2021-yili Uyg'urlar duch kelayotgan muomalaning qirg'inchilik ekanligi haqida qaror olgan. Ammo Tashqi ishlar vazirati izchil buni rad qilib kelgan hamda Xitoy bilan suhbatlashishni zarur deb qaraydiganligini, qirg'inchilik haqida faqat muvofiq sud mahkamasida qaror ola oladiganligini ta'kidlagan. Angliya hukumati aloqador kishilik huquq va ijtimoiy faoliyatchilarga Erkin Tunyaz bilan ko'rish planini ilxat orqali uqtirib, ulardan namoyish qilmaslikni umid qilgan bo'lsa-mu, biroq Angliya parlamenti va kishilik huquq tashkilotlarining bir qism a'zolari Angliya hukumatining talabini qabul qilmagan hamda Angliya hukumati va Yevropa ittifoqi amaldorlarining Erkin Tunyaz bilan ko'rish planiga kuchli qarshi turganligini bildirgan. Kishilik huquq kuzatish tashkiloti bayonotida ko'rsatishicha, Sharq Turkiston masalasi mutaxassisi Adrian Zins payshanba kuni oshkorlagan soqchi doiralar hujjatida Erkin Tunyaz 2018-yilda 7-oyning 6-kuni so'z qilib, yerlik amaldorlardan mutlaq bexatarlik tadbirini yo'l qo'yib, Sharq Turkistondagi kishilarning jazo lagerlari va soqchilarning tutib turish markazlaridan qechishining oldini olishni talab qilgan. Navbatda muhojiratga Uyg'urlarmi qo'li Uyg'urlarning qini bilan bo'yalgan amaldorlarning kishilik huquq va demokratiya ta'kidlanayotgan davlatlarda bemalol ziyorati bo'lishi va Xitoyning tashviqotini qilishiga yo'l qo'yilishi oldi bilan millionlagan Sharq Turkiston xalqiga, zulmga uchirganlarga va mazkur davlatlarning qimmat qarshiga ochiq oshkora haqorat ekanligini bildirishmoqda. Shundaqla bu xildagi harakatlarning Xitoydek mustabid rejimga va uning qo'lchimoqchilariga texmi jasorat berdiganligini bildirishmoqda. Dünya kançılık sahəsinin diqqətini qo'zg'ab kelgan Sharq Turkistonning Xotan viloyatidagi Oqsaychin Qo'g'ishun Senik konidagi charlash va qidirish elib berish huquqini yaqinda Xitoyning Sharq Turkistondagi bir kançılık shirkati o'tkazib olgan ekan. Atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik doiralar o'tgan yili Xotan viloyatining Hindiston bilan bo'lgan talash tortishidagi chegara rayoniga joylashgan Oqsaychin Qo'g'ishun Senik konida charlash va qidirib tekshirish elib berish huquqining setishga chiqarilganligini e'lon qilgan. Xitoy taratqullarining 10 yanvar e'lon qilishicha, atalmish Şinjan Uyg'ur avtonom rayonlik ommaviy boylik savdo tori yaqinda bu konning charlash va qidirib tekshirish elib berish huquqi Şinjan kanchilik mablag' guruhi cheklik mas'uliyat shirkatiga setilganligi. Bu shirkatning 25 milliard xalq yuan baho berib, konni eng yuqori bahoda setib olganligini bildirgan. Bu shirkat mazkur konni g'arb davlatlari ta'minlash manbasini ko'p xillashtirib, polislikon, seriq topa va boshqa qimmatli rudalarda Xitoyga beqinib qilish ahvoliga qanday xotim berishni jiddiy o'ylashayotgan bir vaqt setib olgan. G'arb davlatlarini bearam qilgani Sharq Turkistondagi bu xil qimmat baholiq ruda materiallarining dastlabki ishlab chiqarish bosqichining Uyg'ur majburiy emgaki bilan zich bog'lanishlik bo'lgan. Angliyadagi Sheffield Hallam universitetining bir tadqiqot markazi yaqinda e'lon qilgan bir dokladida xalqaro avtomobil shirkatlarini zapchas bilan ta'minlovchi Xitoy shirkatlarining Uyg'ur majburiy emgaki bog'lanishlik ekanligi, Uyg'ur majburiy emgaki ishlab chiqarishning dastlabki bosqichiga markazlashganligini bildirgan. Şinjan gazetining xabar qilishicha, Xitoy doiralar 7 fevral kuni Oqsaychin Qo'g'ishun Senik konini Şinjan kanchilik mablag' guruhi cheklik mas'uliyat shirkatiga setish qarorini rasmiy e'lon qilgan. 2011-yili atalmish Şinjan geologiya kanchilik idorasining 8-geologiya atriti tarafidan bayqalgan bu konning umumiy ko'lami 292 kvadrat kilometrdan ko'proq bo'lib, 80 million tonna ruda zapasi bo'lgan bu konning keng ko'lamli ichilishining atrofdagi muhit va kishilarning sog'lomligiga bo'lgan ta'siri andish qo'zg'amoqda ekan. Xitoyning 2017-yilda boshlagan Sharq Turkistondagi cho'ng tutqunda 5 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon turkiy millatlar istidodli boshqaruv sistemasi ichida tutqun qilingan. Tashqi dunyo faqat o'tgan yili 5-oyda oshkorlangan Xitoyning Şinjan soqchi hujjatlaridanla bu sistemaning ko'lamining qanchalik cho'ng va qo'rqinchli ekanligidan xabar topgan.
Növbətdə Xitayning rayondagi nazorat sistemasining ko'lamini oshkorlab bergan bu hujjatlar yangi bir bosqichga kirgan. Ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotir fondi Xitoyning Xinjiang soqchi hujjatlaridagi ismlarga asosan torda izlash motori yasab chiqib, 9-fevral kunidan boshlab rasmiy ommaning foydalanishiga sungan. Mazkur tordagi izlash motori kishilarni Xitoy soqchi hujjatlaridagi urug' tuqqan, oila a'zolari yoki boshqa shaxslarga oid tafsiliy uchurlarga erishish imkoniyatiga ega qilgan. Kommunizm qurbonlari xotir fondining bayonotida ko'rsatilishicha, kishilar Xinjiang odam izlash quroli nomli izlash motoridan Xinjiang soqchi hujjatlaridagi 700 mingdan ortiq kishining arxivini topa oladi ekan. Bu sonliq ma'lumotlar atalmış Xinjiangdagi soqchi kompyuterdan ilingan Sharq Turkistondagi Xitoyning kishilik huquq ziyonkashligi uchurg'uchi kishilarga oid maxfiy hujjatlarni o'z ichiga olganligi, buning bir qitimliq intayin muhim hakkerlash harakati ekanligi bildirilgan. Amerika simli xabarlar torining bildirishicha, o'tgan yil 5-oyda e'lon qilingan Xinjiang soqchi hujjatlari hakkerlar shu qitim qo'lga tushirgan hujjatlarning faqat oz bir qismi ekanligini, qolgan hujjatlar qarta yana ilgarilab elib berilgan tekshirishlarda uning to'liq mazmuni oydinlashtirilgan. Xabarda 11,477 parcha hujjat va minglagan rasmlardan 830 ming kishining oshkorlanganligi bildirilgan. Kommunizm qurbonlari xotir fondining bildirishicha, Xinjiang odam izlash quroli nomli torda odam izlash motorini mazkur organning oliy darajalik tadqiqotchisi Adrian Zenz va uning xizmat guruhi necha oy vaqt sarf qilib yasab chiqqan ekan. Kahramonmaraşni markaz qilib tavrigan 7,8 va 7,6 bal yer tavrashlarida jindan ayrilganlarning soni 31643 ga yetdi. Tabiiy ofat va jiddiy ishlarga taqobil turish idorasi bayonot e'lon qilib, 10 viloyatga ta'sir qilgan yer tavrashda jindan ayrilganlar sonining 31643 ga yetganligini, yaralanganlar sonining 80278 ga yetganligini bildirgan. Bu jarayonda muavin Cumhur raisi Fuat Oktay afat rayonlarida 34717 izlash qutqizish xodimining butun kuchi bilan qutqizish xizmatlarida bo'layotganligini bildirgan. Tashqi ishlar ministrligi nurg'un davlatdan kelgan taxminan 10 ming izlash qutqizish xodimining afat rayonlaridagi qutqizish xizmatlariga yordam qilganligini bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı 12-fevral Xitoy va Rossiyaning besim bilan chegara ig'iz taqalganlikdan Suriyaning urush ma'lumotchiligi rayoniga kerakli yordamga erishalmaganligini ayiblagan. Suriyaning g'arbiy shimoliy rayoni yer tavrashning zarbasiga eng og'ir uchirgan bo'lib, ko'p yillik ichki urush sababli insonparvarlik yordamiga to'sqinlik uchirmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Suriyada turishlik vakili 12-fevral kuni Suriya qo'zg'olonchilarini siyosatni bir chetga qayirib qo'yib, qiyin paytda Suriya xalqini qo'llashga chaqirgan. Suriyaning ichki urushi 12 yil ilgari portlab, davlat ichidagi millionlagan kishi uy makonlaridan ayrilgan. Navbatda G'arbiy Shimol rayoni bo'lsa, qo'zg'olonchilar kontrol qilgan birdan-bir rayon bo'lib, insonparvarlik yordamiga erishish izchil holda g'oyat zo'r qiyinchiliklarga uchrab kelgan. 2-oyning 12 kuni BDTning Suriyadagi alohida vakili Gail Pedersen Damashqqa yetib kelib, insonparvarlikni birinchi o'rin qo'yishga chaqirgan.